أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. yuqoridagi bab namozdan vaqtlarga shu vaqtlarning ichida afzal bo'lgan vaqtlar, makruh bo'lgan vaqtlar munosabatlikda. Mana shu namozning vaqtining kirishini uqtirib qo'yish, jakalash munosabatlik bab. Va huwa fil lughati mutlaqul i'lam. Azan degan so'z lug'at ma'nosi uqtirish, bildirib qo'yish, jakalash degan ma'noda. Shu arablar hozir axborotni i'lam deydi. Axborot ministrini vazir al-i'lam. Qala ta'ala: "Wa adhanun min Allohi va rasulihi." Alloh va uning rasulidan uqtirish degan ma'noda. Yana bir oyatda "Wa adhin fin-nas." Ham shariat ma'nosi shu. الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة. namazning vaqtini ma'lum iboralar bilan Rasululloh va sahoba kiramlardan kelgan iboralar bilan alayda shaklda uqtirib qo'yishdan iborat. Va huwa sunnatun muhkama. Bu aniq, ehtimollik yo'q, aynan bir sunnatdir. Sunna li jama'atir rijal. Ayollarga azan to'lish yo'q. Maktabda lekin ayollar demadi shuni, ammo ba'zi ulamolar buni farz-i kifoya deb qaraydi. Ba'zi sunnat vojib deb qaraydi olimlar. Lekin bu sunna li jama'atir rijal. Ayollar uchun bo'lsa, ayollar sunnat emas. Azan to'lash, takbir aytish sunnat emas ayollar. Yani yolg'iz kishi bo'lib qolsa desa, jumhur sunnat deb qaraydi. Yani bir mazhabmi yolg'iz kishiga sunnat. Nega erlarga ayollar azan to'lsa bo'lamdi? Bo'lmaydi. Xuddi ayollar imom bo'lsa bo'lmaydi degan. Qala Abu Hanifa rahimahullah fi qawmin sallu fil Misr bi jama'atin bighayri adhan wa iqama. Shahar ichida, yezikanda, shahar ichida jamoat bo'lib o'qibdi, lekin azan takbir to'lmabdi. Bular haqida xalafus sunnata va athimu. Sunnatga xilof qildi bular. Gunohkor bo'ldi debdi. Va qila huwa vojibun. Yani bir qarashda, Hanafi mazhabidagi qarashda vojib debdi. Li qawli Muhammadin, nima uchun desa, Imom Muhammad ibn Hasan Shaybani shunda bir so'zni degan. Bu so'zni bunda qarab, Imom Muhammad bunda degan bo'lgan ekan, bu vojibkan deb yakunlab chiqaribdi. Nima debdikan? لو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان لقاتلتهم. Bir yurtning aholisi azan o'qimaslikqa birdek ittifoqlashib olsa, azan o'qimaydigan odat chiqarib olsa, ularga urushgan bo'ladi, jang e'lon qilibdi. Va zalika inma yakunu ala tark al-wajib. Urush degan vojib bo'lgan narsani qilmay turib olsa, va atimu degan sunnat darajasini shunday yiqilib vojibdan yiqilishib qolgandek demakchi. Chunki sunnatlarimiz tang barobar emas darajasida. Endi vojibga yaqin turadigan sunnatlar bor. Bu bundan muhkam sunnat bo'lg'achqa, vojibga yaqin bo'lg'achqa azanni to'lmay jamoat bilan namoz o'qib qolsa gunohkor bo'ldi debdi. Val jam'u baynal qawlayni, endi biz olimlarimizdan ikki xil qarash kelib qolgandek bir ahvol bo'ldi endi. Sunna muakkada, yana birisi vojib deganda. Hamda ikkisidan shunda yaqin endi. Ayrilolmaydigan darajada bo'lish kerak. Anna sunnal muakkadata kal vajibi fil ithmi bi tarkiha. Sunna muakkadani tashlab o'tib qolsa, vojib o'xshash gunohkor bo'ladi desak, ikkisini jamlagan bo'lamiz. Va innama yuqatalu ala tarki. Nima uchun? Gunohkor oldi deganni ma'qul, gunohkor oldi dedi. Nima uchun urush ochimiz bo'ldi deb qolsa, li'annahu min xasoisil islam va sha'airihi. Chunki bu islomning aloyidligi va shuar xarakterlik belgisi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
Şu şekilde her türlü kabile iman etip, önüm kılı Müslüman giriyotgan, özünün diyanetini kabul kılıvatgan çağılda, bire kabilenin mahallesinden ötep kalsa, etigen seherini de saklap baktı. Azan anlansa, teyiş kılmaydı. Azan anlanmasa, teyiş kıldı. Ondan ki bu Müslüman dasıqının belgisi olab kaldı. Ve sıfatuhu, azanını kanda to'laymaz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alel salati, hayya alel salah, hayya alel felahi, hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Hakeza haka Abdullah ibn Zeyd ibn Abd Rabbih azanen nazili mines sema. Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anhu osmondan tushgan ash farishta o'rgatgan azonni mushunda so'zlab bergan bizga deydi. Va wafaqahu Umar va jamoatun min as-sahaba. Umar va bir guruh sahobalar shunga o'xshash endi tush ko'rgan. Wafaqahu degan. Shunda tush ko'rgan ekan, faqala lahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam allimhu bilalan. Bu azonni Bilalga o'tib qo'ygan. فإنه أندى منك صوتا çünkü onun ovozi seninkidan yuqori anda degan ijroqliga yetkazadigan qattiq so'laydigan demakchi va allamahu fakana yu'adhdhinu bih shundan bu Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhu Bilalga o'tib qo'yapti. Bilal shu azonni to'laydigan bo'ldi. Aslida Makkadagi chog'da namozga azon to'lanmaydi. Shunami? Albatta dastlab 2 vaqt o'qilibdi. Keyin 5 vaqt namoz farz qilindi. Shundan keyin o chog'da azon to'lash yo'q. Hatto unda oshkormi? Unda yig'ilib namoz o'qiolmaydi Makkadagi chog'da. Shunami? Makka mushriklari musulmonlarni qattiq qiyin qisqa olgan. Ki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Isro kechasi Baytul Maqdisga bordi. Payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qishdi. Shu chog'da ba'zi rivoyatlarda endi azon to'landi ya takbir tushirildi degandek ajiz rivoyat kelgan bo'lishi mumkin. Bundan keyin osmonga chiqdi, Alloh taoloning huzuriga chiqqan chog'da shu yerda azonni anglagan rivoyatlar kelgan bo'lishi mumkin. Bu hammasi taqiysab emas, endi bir ajiz rivoyat bo'lishi mumkin. Keyin Madinaga keldi, Madinaga kelgandan keyin bular hammasi namozning vaqtini biladi. Lekin dalamda hozir o'qiydi ya 5 minutdan keyin unda bak aniq bo'lmagan ekan. Burroq kelib bunda saqlab o'tiribdi. Saqlab o'tirgan ekan Rasululloh chiqib qizga namoz o'qiydi. So'ng bu vaqtni uqolmaya, dal vaqti yig'lanmay yoki qolgan ahvol bo'lg'achqa ba'zilar xristianlarnikidek qo'ng'iroq chalsaq, dang chalsaq namozning vaqtini uqtirish uchun bir uqtirish nimasi belgisi o'sildi deb qo'ng'iroqni taklif qilgan. Ba'zilar Yahudiynikidek kanay chalsaq, mumuzni unda bo'ladi-ku, ayindan o'qisaq deb baqqan. Har xil takliflar berilgan. Berilgandan keyin balki bular shunday har xil taklifni muzokara qilib o'qigan chog'da masalan shuni o'ylab uxlagan bo'lishi mumkin sahobalar. Ya'ni bunun qanda birini mutabsaqlar deb nimani o'ylab yassi shuni tushirdilar shu vaqtda. Qanday ekan bu Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhu ga tushdi bir odam ko'ringan. Mana asliki hadis qarasanglar Abdullah ibn Zayd qala lamma amara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bin naqusi yu'malu li yudraba bihi lin-nas. Rasululloh shunda buyurgan deydi. Kishilarni namoz chaqirganga qo'ng'iroq asishga buyurgan vaqtida deydi men. Tafa bi va ana naimun ma uxlayotgan chig'imda menga bir kishi keldi deydi. Bir kishi kelib yahmilu naqusan fi yadi. Qo'lida bir qo'ng'iroqni ko'tarayotgan. Faqultu ya Abdullah atabi'un naqus satam sa'asa va ma tasna'u bi qanday qilsa buni deb. Faqultu nad'u bihi ila as-salah. Bu namozga chaqirmoqchiman. Desa qala afala adulluka ala ma huwa khayrun min zalik wa ubdira kunda prayma sana. Faqultu lahu bala qala faqala taqulu Allahu akbar deb musha azanning siyg'isini deb berib thumma taqulu idha aqamta salatni takbir tushganda bunda deysa deb berib uxtirib qo'ydi. Falamma asbahtu man taqatgan chog'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzuriga kelganimda fa akhbartu bima ra'aytu ko'rgan shuni deb berdim. Faqala innaha la ru'ya haqqin inshaalloh. Alloh xolsa va haq ras tush bo'libdi, ya'ni Allohdan kelgan tush demakchi. Faqum ma Bilalin
fa'alqi alayhi ma ra'ayta. Bilaldan bil o'tirib, shu sen ko'rgan tushingdagi shu sig'ini Bilal deb bergan azan to'lisin dedi. Fa innahu anda sawtan minka. Chunki uning ovozi senkidan yuqori. Faqumtu ma Bilalin faja'altu ulqihi alayhi wa yu'adhdhinu bihi. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه أبلا شبلا يجرب çıktı. يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري. Abdullah ibn Zeyd köygəndək mən məşəndə oxşaş tuş gördüm deyibdi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. Allah'a hamd sana olsun. Yəni Allah Taala bizə şu toğru bolğan tutuş vəsifəsini öyrətib qoyubdu deməkçi. Bundan ki Muşamda Abdullah ibn Zeyd radhiyallahu anhu'nunki rivayet qilgan hadisi. Muş hadisni hadis azanin nazil min as-sama deb ataydilar bilmezler. Şuda aş ko'rgan odamni farishtadir. Farishta shunda nima qilgan. Ham tushda bir narsa ko'rish bilan shariy hukm mag'lub bo'lmaydi. Masalan, biraydan men shunda Rasulullohni ko'rdim. Menga mush maldiganimni boshlab mashina qiling dedi. Desa, o'zing ixtiyoring o'zing borsang bo'lar, lekin u haqliga undan bunda qilish lazim, Rasululloh bunda buyurdi demaysan. Yoki shuni bunda ko'ribdimi? Bunda qilish kerak ekan deb unda hukm olmaymiz. Bir odam o'zi tush ko'rib, ko'ngilda bunda bir qilsam bo'g'dak deb qolsa, bu o'zining ishi. Ar-ru'ya wal ahlam laysat masdar min masadir at-tashri'. Shariatning manbasi nima? Al-kitob va sunnah. Lekin hamda ma'vaqalikda Rasululloh buni ru'ya haq deb bir tasdiqladimi? Hazrat Umar bu ko'rdi. Undanki Hazrat Umar odatda Alloh taolo ilhom qilib haqni bildirgan zotlarning birisi edi. Shariatning ba'zi ahkomlari Umar bunda bo'lsikin deganda tushgan. Alayda bir o'rni bor. Undan keyin ikki sahoba ko'rdi. Shu kerakda Rasululloh ru'ya haq deb tasdiqladimi? Undan keyin bu Rasulullahning tasdiqlashi bilan bu xuddi Allohdan kelgan vahiy sifatida endi janlanib ketdim. Shunga yo'l qo'yildi. Bunda desak to'g'ri chiqadi. Salih mu'minning tushi va payg'ambarlikning juz'un 40 nubuva. Yani qanqa Rasululloh ya haq inshaalloh deb tasdiqlagan taraf bo'lgan ekan. Rasululloh tasdiqlashi bilan ashuna bo'lib ketdi. Ya o şeriatlik nimasi yo'q. Mushulning şeriatlik nimasi yo'q. Lekin Rasulullohning tasdiqlashi chiqqandan shu sifatni olgan bo'ldi. Bu shuni Rasulullohning ko'rmay sahobaning ko'radi. Albatta, buni ulamolar ba'zi buningdan bir hikmat vallohu alam azanda va ashhadu anna Muhammadan Rasululloh degan shahodat bo'lg'achqa Rasulullohning payg'ambarligini tasdiqlashni Rasulullohning o'zining orqali emas, baş sahabının nimasi bilan isbotlashni xohlagan Alloh taolo deb baqqallar. Yani birisi Alloh taolo mushunda baş sahabının nimasini qilish orqali boshqa sahabning martabasini ko'tarib, qadrini ko'tarib, ularni shu falan shukrish orqali azam qo'yilgan. Bunda degankim buning fazilati eshib ketdi-ku. Mushuni xohlagan. Lekin asla shu Isro Mi'rojda Rasululloh osmonga chiqqan chog'da azan anglagan degan rivoyatmi kelgan. Deganda Alloh taolo aniq bir vahiy qiliblan o azanni nima qilmay, bu sahobaning tushishi orqali anda Rasululloh ha bo'ldi shunda qillar deb ijro qilishi bilan yo'l qo'yilgan. Yani Rasulullohning o'shada tasdiqlashi, iqrori bilan ayni sunnat bo'lib ketdi bu. Ham nima uchun azana nazil min as-sama deydi buni? Mana bu mazhab, azanning ba'zi nimalarida tekbirning ba'zilarida Shafiy mazhab bilan sal talash-tarash qilgan masalalar bor. Lekin o'zining dalil qilgan, tayangan hadisini nojonliq, dabdubli, haybatli ko'rsatish uchun adani nazil min as-sama, osmondan tushgan farishtaning hadisidir. Abdullah ibn Zeyd radhiyallohu anhu hadisini bulduğun gap aslida. Nima hadis Abi Hurayra emas, hadis Ibn Umar deydi-ku. Lekin shunda haybatli ko'rsatish uchun, dalilni kuchli anda ko'rsatish uchun aslında dalilning nima desa, bizning dalilimiz shu. Osmondan tushgan farishta bayon qilib bergan hadis shu deb bunda. Undan keyin o'sha azonningki sufti o'sha hadis keldi. Qala va la tarji' fi. Tarji' degan
qaytilash, yamdirish degan ma'noda. Bu yerdagi qaytirish dastlabida ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh degan ikki shahodat va jumlani ichida ikki qatimdan takrorlab o'tib, undan keyin ullik holatda o'qishni tarjim deydi. Endi biz o'zatdan endi takrorlamaymiz. Shu ulliklam ikki qatim ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh deb hayal salah hayal ashundan o'tib ketimiz deydi. Lekin Shafiy mazhabchi ikki qatim ishing deysa, undan keyin ikki qatim ullik deysa, ikki shahodat jumlasini deydi. Tercih degan shu. Nima uchun unda qaytilash yo'q? Yani 8 qatim shahodat aytish bo'lgan bunda. لأن الجماعة الذين رووا أذان النازل من السماء الذي هو أصل الأذان لم يروا الترجيع. عبد الله بن زيد رضي الله عنه'ın hadisini rivayet qilgan ravilar unda qaytilab takrorlashni rivayet qilmagan. Yani bu hadis azan meselesinde asas delil şuttu deydi. Ve aydan fe innahum qalu, yani ular bunda degan. Summa sabara hunayatan, summa qala misla zalik. Aş hadisden Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anh'ın hadisinde da kelib, manda dedi. Mesela Allahu Ekber dedi. Hani eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah da bunu dedi. Hani bizden turutib hayyallah salat dedi degandek buni rivayet qilgan. Hunay'a degan jindek turutdi. Sabara hunayatan, kichikgina turutib, jindek turutib, anda manda dedi demakchi. وزاد فيه قد قامت الصلاة مرتين. Tekbirni o'rgatgan chaqda chiqatim qad qamat salat dedi. ولا ترجع في الإقامة إجماعا. Hamda tekbirni o'rgatgan chaqda qad qamat salat deyishma. Qad qamat salatni chiqatim deyishbat deb, uni tarjih qilib qad qamat salat deb chiqatim ishimiz deyib, undan keyin ullik chiqatim qad qamat salat deb ullikdan doq, ya chiqatimdan aytdik, nonga azannimi qaytilmaymiz. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم لقن أبا محذورة الأذان وأمره بالترجيع فإنه كان تعليما. Hamda Shafiy mazhabida Abu Mahdura degan mushu sahabiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga borgan chaqda azan to'lashni o'tib qo'ygan. Azan to'lashni o'tib, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh deb bir deyitib, yana ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh deb bunda o'rgatgan deydi. Amda va ta'limu g'aliban yurajja'u fihi liyuhfaza fadhannahu min al-adhan. O'rgatishda odatda qayta takrar deb birdig'ashpa. Undan keyin yodlovasini deb takrar deb baginni ma Shafiy mazhabdagilar shunda takrorlash odatdan o'rgatishda emas, biz azan to'lsaqmi ayda takrorlaymiz deb tushunib qolgan. Demakchi. Ta'lim bo'lsa qog'ozlarni takrar qilman, shuni takrar qilman. Ya qanday takrorlash kerak emas. Bo'lsa qari Qur'on izlayotgan birisiga ba'zi oyatni 3 qatim takror qilib qo'yish mumkin. Sal ta'sirrak nima demay qolsa. Ba'zi 3 qatim ham nima qilish mumkin. Rasulullohning ta'limlarida hujjat o'qilgan 2 qator bo'lsa 2 qator bo'lib tushunib. Ya Shafiy shunda tushungan. Siz tushungandek, Imom Shafiy tushungan. Shafiy shunda tushunda. Ular shuna tarjih ba dedi. Yani Rasulullohdan nima qilgan, shundan o'qilmaymiz. Yani biz uni qarta, yo'q buni o'rgatishda ashda takrar shahodat nimasini takrorlab o'rgatdi. Boshqasini asan bo'g'asiga o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin bu o'rgatishdan kelib chiqqan takrorlash deb javob berdik demakchi. Mushu bir avzasi ham mesela Imom Shafiy radhiyallohu iborat. والترجيع أن يخفض صوته بالشهادتين أولا ثم يرفع بهما صوته. Ay bizden gap şu. Tarifini sizda başta ekilishi lazım. Buni ulasilishi gapni daplab, uni tarjih degan ma'no demay, tarjihni başta tushuntirib, bunda qilish yo'q deb nasib uni akasi bo'ldi. Ma'no tartibli qiladi. Qala wal iqamatu mithluhu. Takbir o'sha azanga o'xshash, mithlul azan demakchi. Lekin takbir tushgan chaqda hayyal falah degandan keyin قد قامت الصلاة دب شكتن ديتو ويزيد فيه بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين لما روينا هذا ما دقت قسمة تكبر هذر ما في مذهبته تكرار
Her cümle tekrarında. Şafii mezhepte birden-birini tak okuydu. Bu yerda tekbirning jub o'qilganligiga ikki dalil keldi. Birinchisi lima ravayna degan birsi, oyog'ida valima ruya an abi mahdura. Abu Mahdurning hadisi bu dalil demak, ikki dalilimiz bor buni demoqchi. Lima ravayna degan, yani Abdullah ibn Zayd hadisi adanun nazil min as-sama. Hadisini demoqchi. Shuningdimi, ma kitobning ostida ko'rsatdi-ku, taqul idza aqamta as-salat deb, ashu ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh, hayya alas-salah, hayya alas-salah, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. Mana qad qamat as-salahni takrordimi? Chiqatim dedi. Endi buningga Abu Mahduraning hadisini xatimiz dedi. Ikki qatib turib, azanning hamma iboratlari takrorlaymiz demoqchi. Abu Mahduraning hadisi Tirmizi rivoyat qilgan hadis. El-ezanu masna masna vel-iqamatu masna masna. Cüp okuludu demek. Müşahidisinin bir lafızda bunda diyen. An Abi Mahdura radıyallahu anhu ennehu kâle allemeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-ezana 15 kelime. Ezanını 15 cümle söz ügetti bana Resulullah. Kelime diyen cümle diyen. Kelime teybe deyimiz o. Vel-iqamata 17 kelime. Tekbirine 17 cümle ügetti diyen. قال أئمة الحديث أصح ما روي في ذلك حديث أبي محذورة. Muşu tekbir meselesinde, yani azanın neçe cümle kelleki müşahide rivayet kılan hadislerin en sahihi Ebu Mahdura'nın hadisi doğru diyendir. Lakin ma sanısanla el-eden 15 kelime 15. Azanın 15 söz hazır mı anlavatkan azanını şehremde itatlı azanını bizim okulatlı azanını sanısanla 15 cümle çıkıyor. Yani tekbirin çoğu tekbirini qatqan salat deb ikki jumlani qatqandan keyin 17 chiqadi. Lekin Imom Shafiyning qarashicha Imom Shafiyning 15 ga shahadatni ikki qatimdan takrorlab 4 ni qatsan 19 jumla bo'ldi. Takbircha 11 jumla. Imom Shafiyning dalili Hazrat Anas Buxoriy rivoyat qilgan. Fa umira Bilal an yushaffi'a al-adhana wa yutira al-iqama. Endi umira degan so'z ne kelse mutlak kep kalsa, şu Resulullah buyurdu diyeni köşkte. Daha onken vetirne tak kılışkı buyurulgan diye. Şıkıl karaş hazır, cüb okuş tak okuş. Şafi mezhebi başta bizim adet kıldığı ezanı başlaştık burun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah, eşhedü enne Muhammed Resulullah dep aşını tekrarladı. Yani elbette de Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dinken aşkın tekrarladı, tört cümlenin tekrarladı. Bunun için normal eşhedü en la ilahe bizim ağzımız geldi. Daha önce törtte artık olanken 15'ke törtünü koysak 19 cümle. Mücahid deptiken bu esle tekbir cüp okulutte. Kim bazı valiler tizdirek işini püttürüştüğünü kılış için pasık valiler tak kılıp etken buna. Deppekti. Vallahi alam. Tekbir arkana kalktı cübbet etildi mi? Ha, Hanefi mezhepte cübbet etildi o. Yani mesela Şafii mezhebinde Allahu Ekber diyenler tekbir Allahu Ekber. Ya Allahu Ekber şey iki oldu. He? Allahu Ekber, Allahu Ekber iki oldu. Biz Hanefi mezhepte dört oldu. İkisini bir kıysak bir cümlede kalır. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Lekin şu Abu Mahdura'nın tekbirini o'yyatda deginimi yoki masna deginimi sayyidiz. Zaten Hanefi mezhebinki bunda jub o'qishi hadisga muvofiq. Ya Shafiyning mu hadisni olgan ekan, u mu hadisga muvofiq. Ba'zida iqomat ehtimoli chiqar. Nima? Ikki xil qo'yilgan bo'lishi mumkin. Yoki hamda birisi to'g'ri, birisi xato. Biz uni to'g'ri xatoni biz bilmaymiz hozir. Bunda faraz bakımız. Qala ve huma sunnetun lis-salavatil khams vel-cum'a. İki uxturuş, yani azan bilan tekbir, bu 5 namaz bilan cumaga sunnatdir. Şu namaz bilan azan to'lash, tekbir tushirish sunnat. Uningdan boshqa farz emas namazlarga azan o'qilmaydi, tekbir tushirilmaydi. Masalan,
Hayit namazıga azan tekbir düşürülmeydi. Kusuf, husuf, vitir. Hayit namazı muşalam mı gel? Onda düşürülmeydi. لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه فيها. Beş namaz dedim, Cuma şu peşiminin uğrunda. Şu namazlarda izcil taşlamay bunda kılıp kelgen. Yani mazda kunumu devamlı azan to'la etdi Rasulullah. Ve li'anna laha awqatan ma'luma. Yana 5 namazninki aniq belgilangan vaqti bor. Lekin boshqa namazning cho'g'i aniq belgilangan vaqti yo'q. Ko'pincha azadan. Ve tuadda fil cemaat. Yana bu cemaat bilan o'qilgan namazlar fayuhtaju ilal i'lam. Şun başqalar uqtirish ehtiyoji bo'ldi. Ve la kezalika gayruha. Undan başqa namazlar unda emas. Çünkü hayit namazı alıp aytsak, bu hayit namazı geldiğinde yılda içki doğan ki hammadan bilip gidiyor onu. Hatta hayatın uqtirishni musulmon tayyorlik qilib, yangi kiyimini kiyib chiqadigan bunga. Bunun başqa vitrni unda jamoat bo'lib o'qish asosi yo'q. Ramazonda o'qisa o'qiydi, o chaqdan maydan shu. Jamoat xuftan taravih bo'lgan Salatul kusuf val khusuf şu alamat ko'rgandan keyin o'qilgan bo'g'achqa bo'ldi. Ya undan başqa qazo olib ketgan namozga azan to'lab muqisi bo'ldi. Sunnat salavatul khams. Şu 5 namazdan dal vaqtida o'qilgan namoz bo'lsin, o'tib ketgan bo'lsin, sunnat. O'shanmaylan bundan o'qiyamay uxlab ketdi. Keyin ondan kun chiqqandan keyin o'qilgan bo'lsak, azan to'laymiz. Yalnız o'qishda, Hanifi mazhabda yalnız o'qiydigan kishiga ham azan to'lash sunnat. İqomat shunda. Azanni bakar iqomatda sunnat bo'lishga yaqin. O chiqishi mumkinmi? قال محمد ومن صلى في بيتي بغير اذان ولا اقامه جاز mana. Uyda azan to'lamay, takbir tushmay o'qib qolsa mayli. Va in fa'ala fa hasan. Yalnız turib azan to'lab, takbir tushib o'qib qolsa umubdan. Nima uchun degan chaqda azanning alayda yana ba'zi fazilatlarim bor. Azanni anglagan chaqda shayton o'sirg'inicha qochadi dedi. Uyda shu atrofdan shayton bo'lib qolsa, shaytondan tozalay olamiz. Lekin shunda azan to'xtagandan yugurib kirib unda namozni ozdirish qitirishdi. Yana azan to'lisa, shu azanni anglagan ins olsun, jin olsun, boshqa har qanday bir maxluq bo'lib qolsin, qiyomat kuni shu bandaga guvohlik berdi. Bu dunyoda unda kalimat tavhidni to'lgan, unda taat ibodatni qilgan deb guvohlik berdi. Unda ekan bu yaxshi ish. Ta hasan degan shu. Ammal jawazu faruya an ibn Umar radhiyallohu anhuma zalika. Zalik degan so'zni ilsam bo'ldi. Ammal jawazu faruya an ibn Umar radhiyallohu anhuma desak. Ibn Umar radhiyallohu anhudan shunda kelgan. Yani takbir to'lmaydi namoz o'qigan kishida shartsiz bo'lib qolsa mayli bo'pti. Chunki mas'alada takbir to'lg'ani o'qigan shu hisob demoqchi ekan. Wa an ibn Mas'ud radhiyallohu anhu annahu kana yusalli fi dari bighayri adhan wa la iqama wa yaqul. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu uyda shunda azan takbir to'lmaylam namoz o'qib yujzina iqamatul muqimina hawlana. Bizning atrofimizda muqim turayotgan shahar aholisininki takbir tushirishi shu hisob bo'ldi bizga deb ekan. Yana al-Aswad wal Alqama ishkalar rivoyat qilgan bir hadisda atayna Abdullah fi dari faqala asalla haula'i khalfakum faqulna la faqala qumu fasallu falam ya'murna bi adhan wala iqama. Namoz o'qing debdi, lekin azan to'langlar demabdi. Bu Sahih Muslimda kelgan rivoyat. Farz kifoya deganga yaqin ekan ma qarash. Chunki bu atrofda boshqa jamoatlar, boshqa musulmonlar azan takbir to'lgan ekan, bo'ldi. Ida qama bihi al-ba'd saqata an al-baqin deganda. İbn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan shunda. Takbirni o'xshash. Ya so'yib qoldi degan. Takbirni faqat aytmasak, o'qilasak bo'ldi. Lekin takbir aytgan kensa, takbirni qad qomat sala namozlarni boshini ketdimsa degan bo'ldi. Yani kim arlıqda yana 15 minut, 5 minut vaqt o'tkazsan, bu gap yolg'ondek bo'lib qoldi. Shuna takbir tushgan kensa, o'qitasan. Ya takbir faqat tushma. Ya takbir tushsan, takbirni oxirlama o'qi. So'yib qolsa takbirni olmay hisob bo'ldi. So'yib qolsa deganimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam takbir tushirib bo'lgan chaqda namoz o'qish chiqqan vaqtida bir odam gap kutdi. Oldiga chiqib Rasulullohdan ko'rishib paranglashdi.
Rasulullah bir müddet karanlık durup onun iken de okudu. Daha iken tekbir söyleyip kalmaydı diye manadan çıktı dedi. Resulullah'ın ciddi bir sözünü değiş için bir zöl bir geplen toktatkan. Mesut'un kayını şu kanunen tekbir işte. Azan işkilesi bulduğu azanı bu alındı. Tekbir nerede tüketmek şu Mesut'un aşıdan olması bunu alınırsak mı? Mel buldu ki. Hesap değil. Hesap buldu ki. İkisini bir kata sanattı. Azamı okumay, tekbirimi çüymay, aynı okulan demek. ويقول يجزينا إقامة المقيمين حولنا وفعله أفضل. لكي أذان طولات تكبير طولات مقيسة أفضل لأنهما أذكار تتعلق بالصلاة كغيره من الأذكار. Çünkü bu namaz münasebetlik. Namazın aldığı eğitildiğin zikirdek. Bu namazın kendi zikrini tesbih etişine özel boğandak. Bu mu namazın aldığı okulduğun ezkarlı olan iken deyiş yaxşı. Onun için azanda şunda faziletli var. Şeytanı qoğulutduğun, guvalık verdiğin alaylık var. قال يزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. ختم الصلاة خير من النوم da artıkça sözünü kılıvıtıdı dedi. Bamdatның ağzında lan. Başka namazdan gidemez. لما روي أن بلالا أتى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه بصلاة الفجر وهو راقد. Resulullah aytgan çağda bamdatның namazını okuymiz hazır deb uqtirib qo'yish uchun kelgan vaqtida as-salatu khayrun minan nawm degan. Faqala as-salatu khayrun minan nawm, as-salatu khayrun minan nawm. Faqala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam ma ahsana hada ij'alhu fi adhanik. Bu acib ubdan gapken azaningda mushuni qetvagan biladigan mush azanda demoqchi. Bu anda odatda bunda Rasulullah sallallohu alayhi vasallam 2 rakat Bagdadning sunnatini o'qib, bunda yana yetib bizdan saqlab turibdi-ku. Shu chaqda kelgan bo'lsa, uxlab qolgan bo'lsa, deb as-salat khayrun minan nawm degan. Bu bir anda tanbih berishga iborat. Lekin Rasululloh yarab qilib, namozni shuni qetib danglar degan. Demak, o'qas azan bo'ladimi yoki qayta o'qishmi? Rasululloh buni qetib o'qigan ekan, bundan azanda shuni qatmaslar, sunnat qilib qo'yganlar. Rasulullah hazır müşe azanı qetiblanlar deyişiler ne buldu? Sünnet ol buyurdu hem Resulullah'ın muazzini Bilal radıyallahu anhu aşın davulunu qetiblaydigan buldu keyinçe. Davulki sünnet qilib qilgan buldu. Unutkular degan bo'lsa mesela Meylemdi o azan meyli hesap buldu. Mava artıkça bir sözümdü. Lekin muşunu qetib deyiş sünnet. Sünnet namazını azan çıktım o'qiyapsiz. Bo'lmaydi. وتوارثت الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanını tatip İslam ümmeti muşunu ilgirikilerden muşunu ügünüp kelgen. Bu muallifin zamanı kadarmış da hazır bizim bugün günümüzge kadarmış da. ولا تثويب في غير أذان الفجر. Tethvib degan ya savb degan so'zdan kelgan. Unda ahvolda bir narsani uqtirish uchun kiyimni ya bayroq takimida kullantimizga uqtirish degan ma'noda yoki saba yasub degan uni qaytish degan ma'noda. Bu masalan bir qatim azon to'ldiq, bir uqtiratdikmi? Ikkinchi qatimda 5-10 minut o'tgandan keyin demasda uxlaydigan bo'lg'achqa yana kelib namoz o'qinglar degandek bunda bir so'z bilan uqtirib qo'yish. Qayta uqtirish degan ma'no kelgan. Unda hadisda bamdatda as-salat khayrun minan nawm deb ash iboralar o'qitdi-ku. Boshqa namozda namoz ballar qilinglar degandek yoki namoz taqsir deb to'lab qo'ygandek bunda bir iboralardan qayta uqtirish demakchi. Namoz o'qish uchun qanday bo'lsa, salovat deb to'lib deb shu tafsir shu. Yoki ba'zan sapros deb to'lib Allohu akbar deb. Aşun bir xil tethvib amdı. ولا تثويب في غير أذان الفجر لقول بلال. Anda Hanefi mezhepte bamdatның azının başlamazlarda onda qaytayan bir alayda uqtirish yo'q. Nima uchunsa Bilal degan dedi. Qala li Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya Bilal thawwib fil fajr wa la tuthawwib fi ghayriha. Bamdatga qayta uqtirgan degan undan boshqa qayta uqtirmagan degan dedi. Bu hadis acizmikan? Bu hadis aciz. Lekin Ahmishka Bayhaqining rivoyati anda sahih. Aslida
وفي الباب من حديث أنس بن مالك قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم قال البيهقي إسناده صحيح. Şuna cevap çıkıyor tamam mı bu? Peki unutdun mu yani bir sahih var? Abu Davud arkadaş Abu Mahdura radıyallahu anh'ın hadisinde bunu Şeyh Albani sahih diyen قال رسول صلى الله عليه وسلم فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر. Bamdatta unda deyse dedi. Endi bamdatta unda deyse degandiken bu azan ibadetning turishi bo'lgandikan bu bir ibodat bo'lgandikan shu Rasululloh ko'rsatgan joyda deyish bilan kifoyali emas. Uni boshqa qiyos qilib boshqa namozlarga deydigan bo'lsak nima bo'ldi? Bidat bo'lib qolishi mumkin. Farz o'qigan qanda nas farz degan. Farz kifoya deydiganlar bor. Lekin sunnat degan doirada. Farzga chetib kelsa, u namozning ichiga hamma narsa farz bo'lib ketadi. Namozning ichiga zikrlardan hammasi. Lekin onun ichida farz bor. Sunnat oldi keyin tasbih etish sunnatda namozdan keyin 33 qatim. Yarımda farz desak, ashun farz bo'lib ketadi. Hamda bomdatdan boshqada as-salat xayru minan nom deyilmaydi. Dedishnaman. Chunki Rasululloh bomdatda inda degan dedi. Ondan yani bir hadisda masalan men ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun deganim bor. Boshqa to'rt namozda unda deyishni Rasululloh qo'ymagan. Biz paydo qilib olsak bo'lmaydi demoqchi. Yana uningga chetlab Ibn Umar va Ali radhiyallohu anhular bomdatdan boshqa namozda as-salat xayru minan nom degandek shunda har xil iboralar bilan tasrif qilgan bir muazzinni chiqarib tanlamasdan debdi. Mashabining sizlardan kelgandir. Va Abi Yusuf la ba'sa bizalika lil umara emirlar shahar boshlig'i, vali, xalifa, cho'ng kishi bo'lib qolsa, uning katiblari, xizmatchilari uning unda bildirib qo'ysa bo'ldi deydi. Nima uchun? Endi u cho'ng mansabli kishilar muhim ishlar bilan yo urush masalan, davlatlararo munosabat yoki jiq odamning qon to'kilishiga munosabatli kishilar bilan aldirash bir mashg'ul bo'lib qilish mumkin. Keyin qayta taqsir namoz vaqti bo'lib qoldi dedi masalan. Ya'ni bir uqtirib qo'ysa mayli. As-salat ya amiral mu'minin degandek. لأن عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة نصب من يعلمه بأوقات الصلاة. Xalifa bo'lgan chaqda namozning vaqtini uqtirib qo'ydigan bir kishini o'rlashtirgan. Qila va kadalika al-qadi wal mufti va kullu man yashtaghilu bi umur al-muslimin. Qazi xunum, mufti va musulmonlar jamoatining ishlarini qiladigan ajunda xizmatlarda ishlaydigan xodimlar hammasi ana birasi shuni uqtirib qo'ysa bo'ldi deyilibdi. Va qila fi zamanina yuthawwibu في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية. Bu maktan yazgan çağdımı burrak çağlar. İbadet bu işlerde sus görüler. Boşanlık görülgen evvel boğaçka. Başka namazlarda mı aslında kayıt bir tenbih bir koysak buldu diğerli bakın. Tevani diyen de boşanlık, susluk. Ve tesvibim, tesvib diyen bir ibaret. Anda tarif kılıyorum. زيادة الإعلام بين الأذان والإقامة بما يتعارفه أهل كل بلدة. Her bir diyarının ahalisi özleri arasında bilişip kıldığında orlaştıp koyan bir ibare olup varsa, mesela biz separat sözü okumasına, şunun okşaş, hani biraz sözü olsa, şu sözlerle de namazın vakti mesela bulup kaldığı namazga manlı diyen tarikada uhtusu buludu demekçi. قال ويرتل الأذان ويحضر الإقامة. Azanni tertil derecesinde okuydu. Bekmi uzun söz etmey. Yoki lafzini o'zgartib etmey, u ham bilan to'lg'imay, mig'izdek chiqarib o'qiydi. Va yahdurul iqama. Lekin takbir tushgan chaqda tez kach tushirdi. Bizalika amara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilalan. Rasululloh Bilalni shunda buyurgan debdi. Ajizma Albani Hasan deydi. Seydmaydi. Albani Şu Hasan deydi Albani desa, Seyd degan bunda tajovuzin debdi. Lekin hamda Hazrat Umarninki Baytul Maqdisga borgan chaqda Baytul Maqdisning muazzini Abu Zubayr degan kishi azan to'lgan chaqda Hazrat Umar shunga shunda debdi.
İza azzanta fatarassal. Azan to'lsang, salmoq, o'zing tutilib, bunda to'lig'im. Fatarassal, yani tamahhal degan ma'noda. So'zni dani ayirib, va iza aqamta fahdar. Hadr deganmi, maqarimli bo'ldi. Qiroatning bir darajasi. Tezroq. Fahdar, yani bu talaffuz qilish, tez talaffuz qilgan, lekin bu ikki so'zni biriktirib o'tmay, dan qilib, lekin tez. Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh deb bunda. Lekin azan to'lganda Allohu akbar dedik. Lekin bunimi ortiqcha so'zlab, ma'ni o'zgarib ketadigan, ahang o'chirgan. Mesela Saudi Arabistan'da Arap'ın mazahının qanday to'laydi? Deb to'laydi. Bu aqalli olsa makruh, bo'lmasa bidat bo'ldi. Talhinul adan. Mesela beş söz olsa Allahu akbar deganda Allahu akbar deyapti. Akbar degan Alloh akbar bilan ma'nosi o'xshamaydi. Akbar. Noding ma'no o'zgarib ketdi. O ha-ha-ha'nın ma'nosi yo'q yani. Ardıqda ha deydi o. Mesela hazır azan ansanlar, Mesut Musa'nın yani şirketin sözü kanaat kılmayı yana bu anda şimdi bize tarih sirip kaldığın to'lash. Yani muğluk kılımızda kıygaş. Müşahitçi olsun. Allahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.